Angladiyu. Gap- Hozir gap- bor ekan bunaqa odamlar deydi. Valijon hoji akam mana o'g'illariga uylari bo'lib, endi nevaralariga 2 qavat qilib uylarni solib, 3-etajni mansab qilib beribdi. Tomlarni yopib berdik, chiroyli qilib. Hoji aka, ishlarimiz yoqdimi? Xudo xolasa, rahmat. Avvalo haqiqatda qo'linglar gul ekan. Men bunaqa tomni masalan bu o'rtada o'zim ko'rmadim. Mana hozir mana shu xonadonda ko'rdim. Haqiqiy san'at asarida sizga oldin ham aytdim. Haqiqiy san'at asari qilib Hoji olibsiz. aka. Mana mahallada menimcha bunaqa hali biroq qilgani yo'q. Bunaqa ustalar ishlab bunaqa tom yopgani yo'q. Qo'lingiz gul ekan. Shagird bolalarni ham qo'llari gul ekan. Mana shogirdlaringiz ham hammasi o'zingizga o'xshagan shunaqangi usta yigitlardan bo'lsin. Bu xalqimizga, elimizga, yurtimizga shunaqangi xizmat qilgan yigitlardan bo'lsin sizga o'xshab. Rahmat. Biz juda xursandmiz. Xudo xolasa bu uylarda hali nevaralarimiz, chevaralarimiz ham yashaydi xudo xolasa. Rahmat hoji aka. Bir Duo qiling hoji aka. ilohi amin. Avvalo hammamizni baxtimizga yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Sizlarga, bizga mana shunday sharoitlarni yaratib bergan yurtboshimizga rahmat. Avvallari bunaqa uy qilishmas, betonli uy qilishni o'zi muammo edi. Mana hozir zamonamiz mana tinch ekan, mana shunaqangi uylarni qilish mana Alloh bizlarga nasib aylabdi. Bu sizlar samarali mehnatinglar, sizlarning san'atinglar, sizlarning shu qo'linglarning gulligidan shunaqa chiroyli uylar chiqdi. Tani jonlaringlar sog' bo'lsin. Martabalaringlar bundan ham baland bo'lsin. Hammamiz salomat bo'laylik, omon bo'laylik. Yaxshi kunlarda ko'rishlarni Alloh nasib aylasin. Endi ozmi ko'pmi? Mana xizmatni qildinglar, rozi bo'lasizlar. Mana xizmat haqqinglar. Biz rozimiz. Bizdan baraka topinglar. Bergan osh-tuzga rozi bo'ling. Rahmat, Bergan rozimiz. pulingizga rozi bo'ling. Rozimiz. Xo'p, Rahmat. Tinch bo'linglar. Bu tepadagi tutlarga bitta qilib qo'ygan. Mana bu ayam anaqasi. Kampirniki bu. Voy, Mana bu tepada yo'ldagiga o'zingiz berasiz. Yana tutamga. bu kimga? Ayam bu sizga. Sizga, bu sizga. Bu o'zimiz anaqasi. Internet rosa. Hozir bor ekan bunaqa odamlar deydi. Kampirim bizni ma'lumi. Bo'pti, rozi bo'linglar. Mana. Rahmat. Rahmat. Mana shular sharofatinglar mana xonadonimiz yana chiroyli bo'ldi-da.